oxirgi marta 20 yil avval kresloga chiqqan ekanlar ginekolog nazoratida va vrach shunaqa yomon gapirganki, уже hozir 20 yildan keyin qabulga kelganlarda kresloga chiqing desam, voy Dildoraxon, men qo'rqaman deyaptilar. Xullas, bu bemorimiz Qozog'istondan kelganlar 20 yil deganda qaror qabul qilib kelganlarni yozuvini ko'ribdilar. Ayollar klinikasi shu yerda balkim ayol uchun mo'ljallangan uchun xushmuomala doktorlar bordir deb yurak yutib kiribdilar. Ko'rildi, o'zida tekshirildi, keyin kresloga olib chiqish kerak. Chunki bilasizlar, onkologik kasallik juda ko'p holatda bachadonning pastki qismidan boshlanadi, bo'g'zidan. O'shaning uchun biz kresloda ko'rishga majburmiz, shart. Xullas, kresloda ko'rish kerak desam, shunaqa mazalar qo'chyapti menga. Dildoraxon, men qo'rqaman hozir kresloga deganingizga, o'sha men o'zimni yomon his qilyapman. Chunki 20 yil oldin o'sha Qozog'istonda ko'ringanimda menga shunaqangi gaplar gapirishgan, meni yuragimda qolib ketgan, dilim haligacha shu narsani eslasam og'riydi deyaptilar. Nima desam, nima esemisiz, necha qilmayapsiz, nimaga oyog'ingiz rangi bunaqa? Endi kechirasizlar-yu, u ves qanaqa bo'lishini hech kim belgilab bermaydi. Figurani, rangni bu Alloh shunaqa yaratgan. U har bitta kresloga chiqqan odamga ne unaqasan, ne bunaqasan, ne rangi bunaqa, ne vesi bunaqa desa kechirasizlar, u umuman noto'g'ri. Любой kelgan odam qaytib kelmaydi. Bu qanaqa doktor, bu qanaqa joy deydi. Xullas, amallab gapirib bosh qilib ko'rdik, bosh qildik. Haqiqatan ozgina muammo bor. Muammoni yechimini qidirib, o'sha tavsiyalar berdik, lekin nima bo'lganda ham biz ayollarimizga xushmuomala bo'lishimiz kerak. Nima bo'lganda ham o'sha yoshmi, o'rta yoshmi, yosh kattami xushmuomala bo'lib, yaxshi gapirishga harakat qilishimiz kerak. Chunki hech kim o'zidan o'zi doktorga kelmaydi, prosta tak. Nimadir muammosi borki, shifokorlarga murojaat qiladi. Analizlaringizni bitta ko'rib qo'yishimiz kerak. Dorilaringizni beraman, endi 20 yilda emas, hatto 1 yilda ko'rinib turing. 20 yilni poylamang. Xo'p? U hamma doktorlar bir xil emas, bilasiz. O'zimizda Qozog'istondami? Qozog'istondami? Qozog'istonda. Mayli, esingizdan chiqazib oling. O'sha doktorning gapi esingizda qolib ketgan. Chiqazib oling. Alloh hammani har xil yaratgan. Voy, unuting bo'ldi. Oltita bolani farzand dunyoga keltirdik. Bu hammaga ham emas. Sizga havas qilish kerak qaytanga. Siz xafa bo'lib o'tiribsiz. Voy, o'shanda 20 yil oldin shunaqa degandim.